أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sağdaşlar bizden bugünkü dersimiz Ulumul Kur'an emas neçe gündür bir okuyatkan mahsus bir kitabın asas kılıp ketiyatkan Ulumul Kur'an emas. Ama şunun tadbiqi sübtida bir sura tahlil qilish va qandaqdir sizlar biz burundan tartib odatlanib kelgan tafsir o'qish usulimi ham emas. Masalan, burundan tartib bizga mana shunda qildi ustozlarimiz bir tafsirni asos qilib, bir ma'lum tafsirdan birini asos qilib derslik qiladi. Shu tafsirdan masalan iboratini o'qiymiz. Ondan keyin ustozimiz tafsirini tarjima qilib beradi. Mufassir nima desa oyat haqida tamam shu asoslanib ketaveramiz endi. O hozirmi navbatda mubtadi o'quvchilarga nisbatan qo'llanadigan usul. Yani Ulumul Kur'an okumagan, Ulumul Kur'an'dan haberi yok, tefsir to'g'risida ma'lum darajada ma'lumotlarga erishmagan o'quvchilar uchun navbatda oldimizda tayyor bor tefsirlardan birini asos qilib, shu mufassirninki ko'z qarashini, tefsir qilish usuli va boshqa narsalarga bo'lgan e'timodimiz, ya'ni ishonch qilib turib, tefsirdagi ma'lumotlarni Kur'an'ın düşüncesi hakkında qabul qilamiz yoki o'quvchilar sifatida olamiz endi. Bizning ma dersimiz buni tafsir dersi deb atashmi biraz onunla nisbatan uygun kelmaydi savatdaşlar, çünkü biz birovlarning tafsirini o'qimaymiz bu dersda. Ulumul Kur'an deb atashmi biraz uygun kelmaydi, çünkü bizning yana bir dersimiz var, Ulumul Kur'an dersi. Onda ma'lum mu'tamad kitobdan birini asos qilamiz. Shu kitobdagi ma'lumotlarni, Ulumul Kur'an haqidagi ma'lumotlarni qana qilamiz, olamiz. Ham bugungi darsimizni agar Uyg'urcha desak, tafsir qilishni o'rganish, ya'ni mashq darsi deb tushunsak bo'ladi, yoki ekranda ko'ringanidek tahlil as-sura, masalan, tahlil sura, ma'lum bir surani qana qilish, tahlil qilish, biz o'zimiz o'rgangan bir Qur'onga munosabatlik, tafsirga munosabatlik bir ma'lumotlar var ya, shu ma'lumotlarga tayinib turib, ma'lum bir surani qana qilish, tahlil qilish. Endi ekranda tahlil as-sura al-muqarrara, ya'ni bekitilgan, belgilangan surani tahlil qilish deb yozilgan. Chunki batning oldida ilgirki sahifada her o'quvchilarimizga qana qilingan birdan sura belgilangan. Men taxminan hafta ilgari ushur qilgan mushtarisiga qatnashadiganlarda bir qism savoqdoshlar men qatnashaman deb ushur bildirgan bo'ldi. Shu ushur bildirgan qarindoshlarga har birisiga birdan sura taqsim bo'laqliq. Ma telefon nomeridagi ba'zi ismlar o'xshash bo'lganligi uchun aralashib ketmaslik uchun telefon nomerining oxirgi 4 xonasini berdim. Shu yerga qarab turib o'quvchilar ma'lumotken deb ayirmoqchi bo'ladi va har o'quvchi cho'qim o'ziga taqsim bo'lgan surani oldi bilan bilish kerak. Masalan, rad tartib bo'yicha musbira qarindishimiz, hamshirimiz sura Bayyina, Sanavar qarindishimiz sura Alaq, masalan, Karima qarindishimiz sura Zuha degandek har o'quvchi avval o'zining surasini o'zi bilib oladi. Men paloni sura ekan deb. Buni sizlarga tarqatdim. Hozir sizlarga bu yerda tafsiliy bir deb o'tirishning hech hojati yo'q, ammo har biringlar o'zingizga tayyorlagan surani bilib olishingiz kerak. Tamam. O sizlarning qo'lingizda PDF shaklida bor. Men oldingi kuni dedim sizlarga to'pda cho'qim mush ishkibatni, keyindagi ishkibatni biz chiqarib olasizlar qog'ozga. Oldingi qabatlik muhim emas, chunki oldingi qabatda har odam o'ziga tayyorlagan surani bilib olsa bo'ldi, tugaydi. Endi biz nima ish qilamiz bu darsda deydigan bir savol keladi savoldoshlar. Darsimiz taxminan
30 ders yani 29 ders bilan oxirlashadi. Jami 29 ders bilan oxirlashadi. Bu 29 dersda nima ish qilamiz deydigan bir savol tushadi. Va 29 dersda qanchalik vaqtda o'qiymiz deydigan savol tushadi. Men har darsning oxirida o'qiydigan chislani biriklik saboqlashlar. Masalan, qaranglar. Birinchisidan kelaylik. 6 ayning 17 boshlanish kerakdi. Shu bo'yicha talab shu edi. Bugun 18 bo'lib qoldi, chunki 6 kun ma'lum bir sabab tufaylidan qanday qilinmay qoldik, o'qilmay qoldik. Shuning uchun bugungi darsdan bugun o'qiyapmiz. 6 ayninki 17, 6 ayning 24, 7 ayning 1, 7 ayning 8, 7 ayning 15, 7 ayning 22 deb her haftanınki düşenbe günü süpürülgen bir çizla verilgen her bir dersga. Yani bu şu demek ki saboqdoshlar her talep, muş 29 talabning ichidagi her talep bir haftalik vazifa, bir haftada biz shuni qilamiz. Bir haftada shu ishni qilamiz saboqdoshlar. Tamam, kallanlarni bek çaşmanglar, ba'zi saboqdoshlar menga ayrilmish ruqam bo'ldi. Bu nima ish qilamiz tushunmadik deb. Hemen için çoğun haceti yok. Fakat birincisi keleyli. Sizler birincisi qaranglar. Avazım normal çıkıp oturdu. Meni düşünüp meni anlayatsızlar şundan saboqdoshlar. Fakat birincisi, yine bugün biz üstümüzge aladigan vazifa, birinci vazifa dushanba g'icha mana hammasini PDF şeklinde topshirasizlar yoki Word şeklinde topshirasizlar. Kelaki dushanba, oldimizdagi dushanba mushu darsga qatnashaman degan 20 necha o'quvchi va 28-29 o'quvchi va shu o'quvchilarning hammasinikini shu kunlik darsda birdan bir qanday chiqimiz, ko'rib chiqimiz. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz zodi nima desa, sizlar qo'lingizga Qur'on olasizlarda Qur'onlar Qur'on olasizlar. Üzerlerine taqsim bo'lgan surani ochsizlar. Men takrorlasam, ilgarigi sahifada har o'quvchining birdan surasi bor. Qarang. Masalan, birinchi suraga qaraylik. Har odamning o'xshamaydi juma, hammadan o'xshash qilmaydi, ham o'xshash qilinmaydi. Masalan, sura Mulk, eng oxirgi dars sura Mulk ekan. Saboqdoshimiz Elijonning ekan. Sura Mulk desek, Qur'ondan Sura Mulkni ochsizlar. Yana takror deb qo'yay, Sura Mulkni faqat misol uchun da'vatime, har o'quvchining surasi o'xshamaydi. Agar kechikib kirib qolganlar bo'lib qolsanglar, men madrasani turg'a sal turib chiqarib bir yarim soatdan keyin takror ko'ranglar. Maqsad nima ekanligini tushuninglar, chunki bugun bek muhim. Bugungi darsning mazmuni butun mushu darsning hammasiga vakillik qiladi. Yani dersimiz ta 6 ayının 17'den başlap 2020 yılgacha taxminan 6 aylık ders. 6 aylık dersde her o'quvchi birdan o'ziga taqsim bo'lgan surani qanday qiladi? Tahlil qiladi. Maqolangda yana qo'yib kelsin. Birdan surani tahlil qiladi 6 oy ichida. Her o'quvchiga birdan sura taqsim bo'lib, gapni ba'zi o'quvchilar keng kirganligi uchun takror deyishga majbur bo'lyapti saboqdoshlar. Men her o'quvchiga birdan surani taqsim qilib berdim. Mana doskada ekranda ko'rayotganingdek, har o'quvchining o'zining shaxsiy birdan surasi bor. Jami 29 o'quvchi 29 sura taqsim qilindi. Tamam, o ish tugidi. Har o'quvchi o'zining surasini bilib bo'lgandan keyin, mening suram falon ekan deb bo'lgandan keyin onun talab qilinayotgani mana shundagidek. Hozirgi ekrandagisi shu. Tahlil as-sura al-muqarrara. Taqsim bo'lgan surani tahlil qilish. Endi bu tahlil qilish kallanglarga bek bismi qilib olmanglar. Faqat haftada bir vazifalar bor. Haftada bir vazifa. Mushu bo'yicha jami necha vazifa bor ishkibatda 29 vazifa bor. 2019 yılı 12. ayının 30. günü tugaydi. Yani tam yeni yılga biz bu dersi tugutimiz. Ama başka dersler bilan o'xshamaydigan bir tarafi var bu dersninki. Başka derslerde bir kunlik ders ütep ketib qolib qoldi.
keyin to'liq olasizlar har holda. Masalan, to'liq darslar chiqadi. Ammo ma darsda men faqat haftaning ichida vazifasini o'rindab menga yo'llagan o'quvchilarninkilarni ko'raman. Makallarni o'qib qolsin. Men mana ishlab bo'lmagan kim yo'lladim desanglar, tamom arxib qolaman. Uni qabul qilmayman emas, arxib qolaman, ko'mayman, oldin deb qo'yay. Faqat masalan bugun men sizlarga 17-sinfning darsini deb beryapman. Bugundan boshlab yakshanba kuni kechgacha menga avatib bo'lganlarning darsini ham ko'raman va dushanba kungi darsda shu darsni o'rtaga chiqib, birdigan mulohazamizni shu yerda beramiz, mulohazamizni shu yerda qilamiz, to'g'ri xatoni shu yerda ayiramiz va dushanba kuni oldimizdagi haftalik topshiriqni beraman va shu bo'yicha darsimiz davom qiladi. Endi bu sizlarga nisbatan biliq berganlik emas, biliq tutishni o'rgatganlik. Bayatdan az ilgari sizlarga dedim, tafsir darsi burundan an'anaviy shaklda ma'lum tafsir kitobidan birini asos qilinib, o'quvchi uning arabchisini o'qiydi yoki ma'lum darajada tayyorlab keladi. Ustoz shu tafsir mufassir qilgan tushunchadan sirtqa chiqmay kitobni tushuntirib qo'ydi. Odatdagi bir kitobni tarjima qilib, o'rganganga o'xshash davomlashayotgan. Buning hammasini agar misoldan tushuntirib to'g'ri qolsa, bir qusqa och kishiga nisbatan biliq verganga o'xshaydi. Ammo bizning hozir qadar bir kamchiligimiz nima desa, o'zimiz biliq tutishni o'rganmayapmiz. Shu tufaylidan bu bir sinoq dars bo'lib qoldi. Muvaffaqiyatli bo'lib ketsa, bek go'zal bir ish bo'ldi. Ya'ni biz bir sura masalan, bayatni sura mulkni misol qildim deyapman. Ba'zi o'quvchilarga sura mulkdek ikki bet sura taqsim bo'lgan bilan ba'zi o'quvchilarga masalan Vat-Duha, Bayyina, Iqro, o'xshash qisqa suralar, bir bet suralar va endi sizlarning qiladiganinglar kelayli. Birinchi vazifada nima desanglar, birinchi vazifada bir haftalik vazifa shu. Hozir sizlarga sizgan vazifa bir haftalik vazifa shu. Bundan boshqa hech qanday ish qilmaysizlar savatdoshlar. Faqat shuni qilasizlar. Buni qanday qilasizlar? Qulonlarga Qur'onni olasizlar. Va oq qog'ozdan birini olasizlar. Oq qog'ozdan birini yoki agar kompyuteringizga ishlayman desanglar, kompyuteringizda Wordni ochsizlar. Birinchidan qira'atus salima lis-sura va bayan al-mufradat al-ghamida fiha. Yani g'aribul Qur'on. Biz ulumul Qur'onda g'aribul Qur'onda bir bobdan birini o'qidik ya. Hem o'zimiz ashuni Qur'onni tatbiqlaymiz. Ya'ni birinchi qatim avval surani o'qiymiz. Erken hamda o'quvchilarimizning nurg'ulari Qur'onni o'qib ko'nikman deyman, ammo maqadimga o'xshamaydi. Masalan, Bismillahirrohmanirrohim. Tabarakallazi biyadihil mulk va huwa ala kulli shay'in qodir. Bir oyat. Qulonlarga qalamdan olasizlar. Mushu oyatdagi kallanglarga taqashmisimi ma'nosini texmi cho'nqurlab bilmoqchi bo'lgan har kalimani yozasizlar. Tabaraka. Shunami? Tamam, allazini bilasizlar. Grammatik o'qib sizlar pishib ketdinglar. Biyadihi yad, masalan, yadulloh deb yozasizlar. Al-mulk va huwa, uni bilasizlar. Ala kulli shay'in qadir. Qadir Allohning sifatlaridan bir sifat. Buni yozasizlar. Allazi xalaqal mauta val hayata xalaqa. Andagi al-maut, al-hayat liyabluwakum, masalan bala, uni masdardan chiqarib bilan bala deb yozasizlar. Ayyukum ahsanu amala. Amal masalan. Va huwa al-azizul ghafur, al-aziz al-ghafur. Allazi xalaqa, bayatni xalaqani yezib bo'ldik, shundami? Sab'a samawatun tibaq. Ma tara fi xalqir rahman min tafawut. Mush shaklda birinchi qatim surani tekrar o'qib, 5 qatim o'qisanglar o'zingizning ishi, 10 qatim o'qisanglar o'zingizning ishi, surani tekrar o'qib, qana qilasizlar? Avval butunlay nima so'zlarni yozib chiqsizlar. Butunlay shu kallanglarga taqashgan yoki siz tafsirini bilmoqchi bo'lgan so'zlarni yozib chiqsizlar. Yezib chiqib bo'lgandan keyin buni telefoninglardagi ulug'at, bulug'atni izlasangiz olmaydi.
Faqat sizlarga 4 dona misol beraman. 4 dona lug'atning ismini beraman. Shu lug'atni izlaysizlar. Men hozir sizlarga bir misol sifatida bir narsa chiqaray, ya. Balki ekranda ko'rdinglar. Misol sifatida beryapman buni sizlarga men. Hozir. Masalan, ekranda 11 so'z misoli berilgan. 11 so'z. Sizlar mushu shaklda jadvallashtirib chiqsizlar. Masalan, bayatni sur mulkni o'qidim sizlarga. Misol sifatida sur mulk tin jami qancha dona so'z chiqdi. Avval bir so'zni tanlab chiqsizlar, shu bo'yicha jadvalning tarafiga ninja qo'ysizlar. Ondan keyin kalima yoki tarkib deb mundarijni birini to'g'izib, uning ostiga so'zni bersizlar. Ondan keyin keyindagi yaga masalan surininki numarasi bor bilasizlar. Masalan 114 sura var ya bizningki Qur'oni Karimda, shu manchinchi sura. Bu endi qiladi, siziqda deb shu suraninki manchinchi oyat. Masalan 242 debdi-ku. Sizlar uning o'rniga nima qo'ysizlar desanglar, masalan sura mulk manchinchi sura. Shunda yantosliqdan birini tortib, mushu so'z manchinchi oyat. Maqsadini tushuninglar qachon. Maqsadini tushuninglar. Hozir qaytadan achay men sizlarga misollar berib shu sura mulkni davomli misol hisoblayapman. Sura mulkning masalan nechinchi oyat deyli? 3-oyatdan bir misol chiqdi yoki 4-oyatdan bir misol chiqdi deyilsa yoki 10-oyatdan bir misol chiqdi deyilsa, sura mulk nechinchi oyat Qur'oni Karimdagi? 67-oyat. Shundan hisoblashlar 67 to'g'ri siziq 10-oyat. Hozir sizlarga yo'lladim. Suhbat rayoniga qarasanglar, mush shaklda. Ya'ni siziqning beshiga sin qo'ysizlar, sin jimning o'rniga sin qo'ysizlar. Keyinidagi yontoq siziqning o'rniga oyatdagi hamzani qo'ysizlar. Alif hamzini. Sin yontoq siziq, oyatdagi hamza, sin hamza, ya'ni sura va oyat degan gap. Ondan aslidagi numeri bor o'rinlarga manchinchi sura, manchinchi nima oyat degan ma'noni uqtirib. Men shuni qarab turib bilalayman. Bu ikkinchi ahvol. Uchinchi ahvolda, ya'ni men sizlarga aniq sizib ko'rsatib qo'yay. Mayaga son yazısılar kanchinchi son bo'lsa, masalan birinchi so'z, ikkinchi so'z, uchinchi so'z degandek, bunda shu suradan chiqqan so'zlarning soniga qarab turib jadvalninki son tartibi tuziladi. Buni ma'urun sizlar topgan so'zning darajasi. Ma'u shu oyatdan chiqqan so'zlar bo'ladi ma'u. Marayon. Ma'ya men o'zgartmasam bo'ladi. Mana shu shaklda bo'ldi. Ammo mayaga jimning o'rniga sizlar nima yozasizlar? Suradagi sinni yozasizlar. Satning o'rniga oyatdagi alif hamzani yozasizlar. Mana shu shaklda yozasizlar. O'tirg'a to'g'risiqdan birini qo'ysizlar. Tamommi? Andiki ma o'rniga shu uzanligi tava bo'lgan suraninki nimasini yozasizlar? Numarasini yozasizlar. Manchinchi sura. Mayaga shu so'z chiqqan oyatning numerini yozasizlar. Men shu orqali shu so'zni Qur'ondan izlayman. Ondan keyin so'z nimaga berildi? So'zning ma'nosi, izohati nimaga beriladi? Bu izohatni nerdan olasizlar desanglar, faqat 4 lug'atdan elishingizga ruxsat savoqdoshlar. Birisi Muxtar Sihha Imom Razininki, ikkinchisi Maqayisul Lugha Ibnul Farisninki, üçüncüsü Kamusul Muhit. Feyruz Abadininki. Dördüncüsü Lisanul Arab İbn Manzurninki. Muşundan başqa lug'atdan elishqa bo'lmaydi. Faqat shu 4 lug'atni asos qilma va hisob qilma. Undan başqa lug'atlarni faqat qanday qilmayman, hisob qilmayman. Esonda bo'lsin. Jadvalning umumiy shakli shu bo'ladi. Çoxum qamusdan izləysizlər, üzəncəqlər qoysanlar olmaydı. Mən muşuna qarablam, şu qamusның bət, tom sanlarına qarab, bu oxuğucu şu qamusunu tapmadı mı, şunu şu yerdən qana qılmaya təhqiqlayman. Ondan keyin bətnin astığa birinci qətim hər daim emas. Şu almoqchi bo'lgan kitobinglarninki umumiy ma'lumotlarini bu yerga bersizlar.
bir qitim bəsənlər buludu bunu. Bütün tapşırıq jarayonida faqat bir qitim bəsənlər buludu. Məsələn, qamuslu muhitning bütün məlumatı nima o? Mush şəkildə birisizlər. Məncə tushunishib bo'ldi. Unda olsa, bizning bugungi darsimizningki asosliq mazmuni, bugungi darsimizning asosliq mazmuni mush shu. Alayda gap yo'q savoqdoshlar. Baq qulay. Masalan, bayatni sur mulkni misol qildim. Ba'zi o'quvchilarimizga uzunroq sur taqsim bo'lib qilinglar, ba'zi o'quvchilarimizga masalan vadduha taqsim bo'lag'liq. Vadduhani 1 soat o'ttasanglar 10 qitim o'qib olasizlar. Undan keyin yod so'zlarni, tutuq so'zlarni bir qalamga, oq qog'ozdan birga yozmoqchi bo'lsanglar, vadduha yozasizlar, val-layl yozasizlar, saja, vadda'a, qala masalan, al-akhira, al-ula, sawfa, tarda, yatiman, awa, masalan dallan, hada, ailan, qahara masalan, nahr, ni'ma, haddasa tugdi. Bu kadar yani. Muşu sözlükni bayatını okudum ya bu Sura Duha'daki sözlükni. Artıq çıksa ya 10 çıqa, ya 15 çıqa, ya 7-8, ya 5-6 çıqa. Muş 5-6 sözünü bayatın mənsiligi degan 4 qamusning qaysi birisini tapsanglar bo'ladi. Mayli İbn Farisnikidan izdanglar, mayli İbn Manzurnikidan izdanglar, mayli Feyruz Abadinikidan izdanglar, kimnikidan izdanglar, men bayatni sizlarga ko'rsatgan 4 qamusning biridan topsizlar va mushu shaklda jadvallashtirsizlar, mush shakl bayatni ko'rsatgan shakl jadvallashtirsizlar va shu shaklda menga Word yoki PDF shaklda avatsizlar. İnşallah kelar soatlik dushanba kunda biz har o'quvchining qilganini ekranga chiqarib o'tirib mulohaza qilib savoqdoshlar. Unda bo'lsa bugungi tafsir darsimiz shuni bilan tugaydi savoqdoshlar. Sizlar qolgan nuqtaga kallanglarni taqildinglar. Ma 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi oxirgacha mayalni kallanglardan chiqarib o'tinglar, chunki har birisini vaqti kelganda tushundirma. Mesela tercümet-i sura, mesela o vakti kelganda, takvin, fikra icmaliye ani sura, onu vakti kelganda, kitabatul afkar, raisiyeli sura, onu vakti kelganda, hammani vakti kelganda tushundirma. Faqat bizningki bugundan tortib yashanba kunigacha qilinadigan butun vazifa nima desanglar, mana birinchisi u bo'lsa-mu, avval surani takror o'qiysizlar, ta kallanglarda bir tushuniksiz so'z qolmagan qadar o'qiysizlar va ichidan chiqqan so'zliklarni tafsiliy yozib, bayatgandek qamuslardan o'rinlargacha, bat sonlargacha aniq bir shaklda ma'nosini yozib kelasizlar va Qur'onda ifodalanmoqchi bo'lgan ma'nosi bilan o'tirdik. Alohida bayon qilasizlar. Masalan, qamusda bir xil chiqadi. Oyatda shu ma'no tushsa tamom, tushmay qolib qolsa, oyatdagi ma'no bilan qamus chiqqan ma'noni o'tirdiki aloqani bog'laysizlar. Ma'lum akab qo'ysangiz bo'lmaydi. Ya'ni sizlar bir tafsirga tushyapsizlar hozir. Tafsir qilmoqchi, tafsirning bosqichlari mush shaklda avval qadam ishlardan boshlanadi. Bir gapni takror ta'kidlab qo'yay. Bayatni aqibak ta'kidlamagandekmi qilaman o gapni. Sizlar qamusdan bir so'zning ma'nosini topib bo'lgandan keyin shu so'zning ma'nosi shu suradagi qo'llanilgan ma'no bilan ulul kelib qolsa tamom vazifani tugaydi. Udul kelmay qolib qolsa, qamusda boshqa yoki surada boshqa bo'lib qolsa, o'tirdagi aloqani tepishga tirishsizlar. Undan keyin ba'zi o'quvchilar ba'zi so'zlarni bilmayman deb topmasligi mumkin, ammo vaqti kelsa, agar ashta yozmagan so'zlardan birini men o'quvchilardan so'rab qolaman, shu o'quvchilar shunga nisbatan tushuncha beradi. Mayli darsda turib, masalan, men so'zni yozmabsiz, bu so'zning ma'nosi nima? Nimaga asosan buni yozmadingiz? Ve siz nimde bilisiz bu sözün. Da Uygurçasını bunlarla bilip olğanğa men onunğa qaylı olmayım. Çünkü bu tefsir. Normal sıradaki bir kitabın nimesi emas, tercümesi emas savoqdoshlar. Mesela amma yetasaalun desa, amma yetasaalun tavavugan taqsim bo'lgan o'quvchi yetasaalun amma nima haqida so'rayotdi. Yetasaalunni so'rayotdi deyarsiz deb yozib o'tmay kelsa, yetasaalun qandoq so'rayotdi. Sa'ala qanda so'di, tasa'ala qanda so'di. Oyatda nima uchun sa'ala amma yas'alun demay amma yatasa'alun deb ma shaklda so'z qo'llaniladi. Men buni so'rayman, bunga javob berishim kerak. Yoki
En yaxşısı bayatın degendek bek jıkma çıkmaydı. Bir sözün her kança çok kes ya 50'gi çıka, ya 20'si çıka, ya 30'u çıka, ya 5 çıka, ya 6'sı çıka. Sözlerini birden ayırıp çıkıp, kamustan birden görüp, izahatını menziligi bayatın doskudi közetken şekilde berip örnek biringlar. Bu en yaxşı oğunu biz bu şekilde taksim bolgan sürünü 6 ay etrafında tahlil kılınız. 6 ay etrafında ayetning tigiga çökümüz. Qani 6 aydan keyin her birisinglar o'zingizga taqsim bo'lgan surdan qanchalik bir tushunchaga ega bo'lasizlar ko'rib boqing inshaalloh. Mencha bugungi darsni tushundinglar deb o'ylayman. Tushuntiraladim deb o'ylayman. Tushunmagan tarafinglar bo'lib qolsa so'rasanglar bo'ladi sanoqdoshlar. Tizimlikte ismi çıkmaganlarga qarata men bu tizimlikka 2 hafta yoki 1 hafta ilgari degan topda grupda tizimlitinglar deb. Ama o'quvchilarimizning shu ism berganlarini tizimladim, ism bermaganlarini tizimlamadim savoqdoshlar. Balkim oy ko'maptimiz, bilmaptimiz deyishi mumkin ba'zi savoqdoshlar. Men hayron. Bir o'zinglarni internetda, torda, nahmaydan darsining o'quvchisi da'vatisida üzanlığa uçuruladigan ba'zi toplardagi kelgan xabarlarni ko'rmagan bo'lsanglar yoki ko'rapmi uningga beparvolik bilan qaragan bo'lsanglar, buningga mening amalim yo'q. Men qani shu tafsir darsiga qatnashadiganlar o'zinglarning qatnashadiganligini ifodalanglar deb qo'yib, saq bir haftadan keyin tizimladim. Saq bir haftadan keyin tizimladim. Qolgan o'quvchilarning xabari bor buningdan. Ammo shu vaqtda men o'qiyman yoki o'qimayman degan xabarni bermegen bolsanglar, bu mening qabahatim emas savoqdoshlar. Qani boshqa savollaringiz bormi, yo'qmi? Boshqa savollaringiz bo'lmay qolsa, darsdan tushma. Kirgan o'quvchilar agar men ba'zi masalalarni tushunmadim desanglar, men darsni sal turib internetga yuklayman. Shu yerdan qolganda tafsil ko'rib olsanglar bo'ladi. Ammo bu haftalik nima ish qiladiganliklarini mencha bilib oldinglar. O'zinglarga taqsim bo'lgan sura, o'zinglarga taqsim bo'lgan suradan qanday qildinglar? Sözlüklerini o'qib, surani sözlüklerini chiqarib va lug'atdan aqtiradigan bo'ldinglar. Oxirgi nimaligini tam tushunmadim. Ya'ni Google, ya'ni menda sizlar maqsadini tushunmay qolibsizlar. Meyli elektronlik tordan paydalananlar, kompüterdan, telefondan paydalananlar, faqat menga lazım bo'lgani nima desanglar, menga lazım bo'lgani faqat shu so'zning mu'tamad lug'atlardagi o'rni menga lazım. Menga Google'dan izlab topib bersanglar bo'lmaydi. Telefondagi masalan bilgan yoki izchiga o'xshash lug'atni topib bersanglar bo'lmaydi. Muhammad Salih Qarajimning lug'atini topib bersanglar bo'lmaydi qarindoshlar. Men uni qabul qilmayman. Mu'tamad lug'at da'vatini, mu'tamad faqat sizga 4 dona ism berdim. Hatto buning amaliy misollarni ko'rsatdim savoqdoshlar. Boyatni sizlarni ona ko'rdinglar. Mana hozir ko'rib turibsizlar. Ekranda chiqqan lug'atlarni ko'rib turibsizlar. Mush 4 lug'at faqat. Takrorlab qo'yay. Birisi Qamusul Muhit, Maqayisul Lugha, Muxtarus Sahha, Lisanul Arab. Faqat va faqat 4 lug'at. Undan boshqa har qanday lug'atdan men qabul qilmayman. Makallarda ini qo'yib kelsin. Bular ma'noga ba'zi bir lug'atlar bor, masalan al-ma'aniga o'xshash. Tamam, foydalanishga bo'ladi, ammo manba qilib mening oldimga ma lug'atdan, ma so'zlikni tortib, iyaga yezishga asla bo'lmaydi. Uni men qabul qilmayman savoqdoshlar. Kallarda bu ini qo'yib kelsin. Tamam, mushu hozir sizlarga ko'rsatdim, bu darsni yo'llayman. 4 lug'atning ismi mencha esimda turadi. Qaranglar, ekran qaranglar. Birisi sizg'inim shu, Muxtarus Sahha, Maqayisul Lugha, shundami? Yana birisi Qamusul Muhit, Qamus al-Muhit, yana birisi Lisanul Arab. Eng ostida Lisanul Arab Ibn Manzurninki. Mencha ko'rdinglar, mush 4 lug'at. Mush 4 lug'atdan boshqa har qanday lug'atni men qabul qilmayman. Chuqum 4 lug'atdan topishinglar kerak. Bu 4 lug'at ba'zilar nerdan topamiz debdi. Kitob shaklidami bor?
normalda kitap şekildimi bor bu kitapxonalarda. Yoki telefoninglarni o'ynashli ya. Telefoninglardan masalan iPhone bor ba'zilarida, ba'zilarida Samsung bor. Mush to'rt lug'atning applari bor. Shu applardan tushirib topsanglar bo'ladi. Agar bo'lmay qolib qolsa, Maktabati Shamila al-Hadisada bir bet bor, adresi. Shu betdan shu Maktabati Shamilninki qatorida to'rt lug'at chiqadi. Undan boshqa lug'atlar bor. Men sizga qiyinchilik bo'lmasa, o'ran to'rt lug'atni dedim. Shu yerdan elib adresini bersanglar bo'ladi qarindoshlar. Dastlabda biroz qiyin bo'lib qolishi mumkin, ammo o'tishinglar kerak bu bosqichdan. O'tishinglar kerak. Tamam, boshqa savollar bormi, yo'qmi? Men qog'inga shu to'rt lug'atning ism va adreslarini sizlarga yo'llab beraman guruhga. Navoz bir savol bo'lmay qolib qolsa, darsdan tushdik saboqdoshlar. Men sal turib darslikni yuklayman. Undan keyin sizlar degan lug'atning ismlari va adreslarini guruhga ataman inshaalloh. Hamsi ko'rishguncha omon bo'linglar. Bir haftalik vazifa ustinglarga ketdi. Yakshanba kuni kechgacha menga ata olsanglar, dushanba kuni men uni ekranga chiqarib ve tahlil qilamiz. Yakshanba kunigacha aytib bo'lmasanglar, undan keyin atasizlar saqlab qo'yma onalikqa arxiv shaklida, ammo uni keyin foydalanishimiz mumkin. Dushanba kuni ko'rsatilmaydi qarindoshlar. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.